Albatta tumanni shu iqtisodiy rivojlantirish uchun zamin bo'ladigan masalalardan bittasi bu investitsiya loyihalarini shu jalb etish yoki amalga oshirish bo'ladi. Shuning uchun men hozir so'zni O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari Umurzoqov Sardor O'ktamchiga so'z bermoqchiman. Assalomu alaykum, hurmatli Abdulla Nig'match, aziz so'x faollari, hurmatli deputatlar. Haqiqatan Abdulla Nig'match, siz mana o'tgan kuni bizga muhtaram prezidentimizning topshiriqlarini ko'rsatma sifatida berganingizdan keyin biz hamma ishimizni ikkita yo'nalish bo'yicha tashkil qildik. Ikkita kichik ishchi guruhni tuzdik. Bittasida barcha respublikadagi banklarda raislari kirdi. Ikkinchisiga esa barcha tarmoq iqtisodiy soha bo'yicha o'sha sohalarni rahbarlari, vazirlari kirgan bo'lib, kechani o'zida mana bugun ham ishimizni davom ettirib, aniq loyihalarni shakllantirdik. Hurmatli Abdulla Nig'match, siz bizga aytgan edingiz, haqiqatan men o'zim ham shunga ishonch hosil qildim. So'xdagi tadbirkorlarni qobiliyati, ishbilarmonligiga u O'zbekiston u yoqda tursin, menimcha Markaziy Osiyoda ham uncha bunchasi teng kelmaydi. Hammasini g'oyasi bor, bilimi bor, xohishi bor. Eng muhimi shu qanday qilib bu loyihalarni amalga oshirish bo'yicha ham to'liq butun siklda ham o'z ichiga olgan hamma ma'lumotlarni ham bizga aytib berishdi. Shundan kelib chiqib biz mana kecha bugun ishlab 1,5 yilda So'x tumanida amalga oshiriladigan 104 ta loyihalarni ro'yxatini shakllantirdik. Jami qiymati 282 milliard so'mlik. Bularni amalga oshirganimizdan keyin So'x tumanining o'zida 6000 tadan ortiq ish o'rinlari yaratiladi. Endi bu loyihalarni shu yilda o'zida ishga tushiriladigan qismi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, 73 ta loyiha doirasida 101 milliard so'mlik investitsiyalar o'zlashtirilib, shu yilda oxirigacha qo'shimcha 4,5 mingta doimiy ishchi joylar yaratiladi. Bundan tashqari mana shu loyihalarimizni doirasida 5,2 million dollarlik to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar ishtirokida jami qiymati 174 milliard so'm bo'lgan 10 ta yirik loyihalar amalga oshirish ko'zda tutilgan. Ularning ichida to'qimachilik sohasida, demak, undan tashqari mana trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish, sement bo'yicha topshiriq berdingiz, men yozib oldim, hurmatli Abdulla Nig'match, buni ham albatta qo'shamiz. Mana issiqxona va muzlatgichlar to'g'risida gapirdingiz, bular bo'yicha ham mana misol uchun 22 milliard so'mlik 3 gektar maydonda So'x Araxis agrofirma degan korxona tomonidan yirik loyihamiz amalga oshiriladi. Mana shularni hammasini agar biz tarmoqlar kesimida qaraydigan bo'lsak, 71 ta loyihani tarmoq rahbarlari, vazirlarning o'zi ustida turib nazorat qiladigan loyihalarni shakllantirdik. 74 milliard so'mlik jami qiymati. Ularning ichida 24 ta loyihasi qurilish materialli sohasiga oid, ya'ni qurilish materiallarini ishlab chiqarish, 20 ta loyihamiz oziq-ovqat sanoatiga tegishli, 13 ta loyihamiz parrandachilik va 3 ta loyihamiz to'qimachilik sanoatiga doir. Bundan tashqari tumanda mana shu kasanachilik yoki kooperatsiya, ya'ni uy joylarda o'tirgan holda shu So'x aholisini doimiy daromad manbasi bilan ta'minlash maqsadida yana bizda 9 ta tadbirkorga biz pul berish orqali ular mana shu so'xliklarni uylarida ishlatib, ularga shu uyda ishlagan holda daromad manbasini yaratish imkoniyatini beradi va shu yo'l orqali biz 3400 ta doimiy daromad oladigan shu oilalarga daromadni manbasini ta'minlab beramiz. Undan tashqari mana barcha banklarimiz kecha bugun ishlashyapti. Bu banklarimiz tomonidan jami 82 ta loyihalarimiz shakllantirildi. O'zlarini mijozlari bilan siz juda to'g'ri aytdingiz, Abdulla Nig'match. Hozirgi vaqtda So'x tumanida faqatgina 3 ta bank mavjud. Ya'ni 2 ta filial va bitta mini bank bor, 3 tagina bank. Lekin bizda kecha barcha banklarimiz kechadan beri ishlab, har bittasi yangi yo'nalishlar bo'yicha tadbirkorlar bilan ishlab, mana jami 153 milliard so'mlik kredit berishdi. Kelishib oldik bular bilan. Hammasini tagi bor. Bu 153 milliard kredit 82 ta tadbirkorimizga beriladi.
va mana bularning ichida Milliy bank 13 ta tadbirkorimizga, Sanoat qurilish bank 7 ta tadbirkorimizga, Asaka bank mana rais shu yerda 7 ta tadbirkorga, Agrobank 24 ta tadbirkorimizga, Xalq bank 15 ta, Mikrokredit bank 5 ta va Qishloq qurilish bank 6 ta tadbirkorlarimizga kredit ajratib, nafaqat kredit ajratish, balki butun jarayonda o'sha boshidan hujjatlarni tayyorlashda ham, u hisob kitob qilishda ham, kredit hujjatlarini rasmiylashtirishda ham va keyingi davrda shu loyihani ishga tushirish bilan bog'liq hamma masalalarga ham o'zlari bosh-qosh bo'lib, mana bank raislari o'zlari shu faoliyatni amalga oshiradi. Undan tashqari, hurmatli Abdulla Nigmatch, biz mana tahlil qildik. So'x tumanida jami 6 gektar maydonda, shu jumladan mana Qalacha mahalla 2 gektar, Ravon mahallasida 1 gektar, Xushyor mahallasida 1 gektar va Chashma mahalla fuqarolar yig'inida hududida 2 gektar maydonlarda kichik sanoat hududlarini tashkil etish va mahalliy tadbirkorlarni joylashtirish taklifini ham ishlab chiqdik. Undan tashqari mana Davlat aktivlari agentligi rahbari ham shu yerda u kishi bilan birga kecha mana ishlab, jami tumanda 4,5 gektar yer maydonlarga ega bo'lgan 6 ta davlat mulki obyekti bo'sh turibdi. Mana shularni hozir to'g'ri Abdulla Nigmatch, agar siz ruxsat bersangiz, biz bularni auksionga chiqarmasdan, balki to'g'ridan to'g'ri tezkorlik bilan shu so'xlik tadbirkorlarga agentlik tomonidan demak ajratilib, mana shu eng asosiy mezon qilib ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish va ishchi joylarni ta'minlash bo'yicha mana shu taklifni sizga tayyorlamoqdamiz. Juda ma'qul. Rahmat. Faqat majburiyati bo'lish kerak u. Ma'lum bir muddatda o'sha ma'lum majburiyatni bo'yniga olish kerak u tadbirkor. Agar bajarmasa, keyin qaytarib olish sharti bilan. Tushunarli. Rahmat. Yana bitta taklifimiz bor. Hurmatli Abdulla Nigmatch, bu bo'yicha hozir ishlayapmiz. Ruxsat bersangiz sizga kiritamiz. Bu yerda demak mana aholi ehtiyoji uchun talab etiladigan birlamchi xom ashyo mahsulotlari, sanoat mollarini olib kelishda mana hozirgi paytda to'lanayotgan transport xarajatlarini ham bir qismini shu davlat byudjeti mablag'lari hisobidan qoplab berish tizimini ham joriy etish bo'yicha sizga taklif kiritmoqchimiz. Ya'ni mana shu siz yuqorida aytganingiz va Ochilboy aka aytganlaridek, shu Farg'ona bilan narxi misol uchun qurilish materiallarida bir xil bo'lish uchun shu transport xarajatlarini qoplab beriladigan bo'lsa, davlat tomonidan aholimizga ham, tadbirkorlarimizga ham ancha yengillik yaratiladi. Va yana bitta yo'nalishimiz bu tumandagi mavjud tabiiy qazilma boyliklari zaxiralari. Bular bo'yicha demak geologiya qo'mitasi raisi ham shu yerda edi, kecha mana ishlayapmiz. Ular bilan kelishib oldik. To'laqonli bularni o'rganilib, ular negizida alohida investitsiya loyihalarini shakllantirib, mahalliy tadbirkor kerak bo'lsa xorijiy investorlar jalb qilib, mana shular negizida ham yangi ishchi joy va ishlab chiqarish quvvatlarini yaratmoqchimiz. Bugun hurmatli Abdulla Nigmatch, o'zingiz vertolyotda uchayotganimizda topshiriq berdingiz. Siz aytdingiz, So'x hududi jannat makon o'lka. Bu yerda mana shu turizm sohasini rivojlantirish, dam olish maskanlarini yaratish bo'yicha juda katta imkoniyatlar bor. Shundan kelib chiqib, sizni topshirig'ingizni demak 3 ta yirik bankimizga men yetkazdim. Milliy bank, Sanoat qurilish bank va Asaka bank raislari shu yerda. Bular tomonidan mana birinchi bosqichda 3 ta dam olish maskani yaratiladi va undan keyin u mahalliy tadbirkorlarga o'sha muddat 7 yil muddatni to'lab berish sharti bilan demak ularga foydalanishga topshiriladi. Mana bu bo'yicha ham demak ishlarni yo'lga qo'ydik. Hurmatli Abdulla Nigmatch, siz bugungi aytgan hamma topshiriqlaringiz tushunarli. Mana biz mana shu ikkita ishchi guruhimiz endi bir martalik emas, doimiy ravishda faoliyat yuritadi. Men har bitta yuqorida aytilgan loyihalarni har birini men o'zim butun kompleksimiz, banklarimiz, tarmoqlarimiz nazoratga olamiz. Ko'rsatilgan muddatda albatta ishga tushiramiz. Yuqorida aytilgan hamma ishchi joylarni albatta mana shu yil oxirigacha yaratamiz. Bu bo'yicha men sizga, hurmatli Abdulla Nigmatch, mana shu So'xni eli, faollari, deputatlari oldida va'da beraman. Eshitdinglar, hozir mana hurmatli Sardor O'xtamovich, qolgan bosh vazir o'rinbosarlari hamma yo'nalish bo'yicha men o'sha kuni aytganimdek, men o'sha kuni sizlarga muhtaram prezidentimiz gaplarini
gaplashib keyin sizlarga yetkazganim. Mana hammasi o'sha aytgan muhtaram prezidentimiz aytganlaridek qilib, hozir mana dastur hozir ishlab dastur bo'yicha takliflar mana chiqdi. Agar yana sizlar tomonidan boshqa takliflar bo'ladigan bo'lsa, biz albatta bularni inobatga olamiz. Men o'ylaymanki, o'sha kundagi ko'tarilgan masalalar hammasi qamrab olindi hozirgi kunda. Yana bitta masala juda katta topshiriq berilgan. O'sha hozir u boshida men gap boshida gapirib o'tdim, tan bu gap birrovga aytib ketdi-yu, lekin keyin gapirmadi degan gap bo'lmasligi uchun men yana bir marta aytib qo'ymoqchiman, bilib qo'yinglar. Boyiga bir oqsoqolimiz chiqib gapirgan gaplarni misol keltirib aytdim. Bu yo'l masalasi, ikkinchisi chegara masalasi. Bu masala bo'yicha muhtaram prezidentimiz menga topshiriq berdi, chunki Qirg'iziston davlati bilan hukumatlar aro komissiyani raisi manman. Shuning uchun bu bo'yicha biz doimiy ishlaymiz. Oson narsa emas. Men aytgan hamma masalalarni, hamma gaplarni albatta sal cho'zilishi mumkin. Muddati surilishi mumkin. Lekin hamma aytilgan gap bo'ladi. Xudo xolisa albatta bo'ladi. Bundan ko'ngilga xotirjam bo'lish kerak. Chunki endi bir keldikmi, endi hammasini yaxshilab joy-joyiga qo'yib, keyin shu bilan ishimizni davom ettiramiz. Endi nimagadir men uncha hozir Sardor o'qtamchi bu yerda kurort zonasiga aylantirib sanatoriy yoki dam olish maskanlari quramiz deganimizni shu so'xliklarga uncha yoqmadi menimcha. Bu yerda o'zini o'sha ekologiyasi, ob-havosi. Masalan, men o'ylayman, Farg'ona, nafaqat Farg'ona viloyatidan, butun vodiydan va O'zbekistonning boshqa hududlaridan ham kelib bu yerda dam olgani kelishi mumkin. Odamlar kelsa bu yerda ishlab o'sha topgan pulini xarajat qiladi, boshqa qiladi. Bu yerda mahalliy masjiddagi yoshlar ish bilan ta'minlanadi. Sug'orilmaydigan maydonlarni, hududlarni, tog' yonbag'irlarini tanlagan holda biz o'shaqangi nimalarni quramiz. U banklar quradi. O'sha yerdagi tadbirkorlarga biza vaqtini o'tkazib to'lash bor-ku, rassrochka deydi. O'sha vaqtini o'tkazib, ma'lum bir muddat o'tib to'lash nimasi tizimi bo'yicha uni yo'lga qo'yamiz. Men o'ylaymanki, bu yerda havosi, suvi, bu yerdagi ajoyib xalqini ko'rib, bu yerda yurib, mana shu dam olishni nima qilib, mehmondo'st xalqini bilan muloqotda bo'laman deb kelaman deganlar menimcha kam bo'lmaydi. Nafaqat O'zbekistondan, boshqa hududlardan ham kelishi mumkin. Boshqa hudud bemalol, marhamat. Ertaga agar haligi samolyot, vertolyotlarimiz uchadigan bo'lsa, umuman masala bo'lmay qoladi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Albatta, mana hurmatli yig'ilish qatnashchilari, barcha o'sha aytilgan ko'tarilgan masalalar, berilgan takliflar bo'yicha men o'ylayman, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi Ortiqov, Moliya vazirligi Haydarov hamda investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi Voitov dastur doirasida amalga oshiriladigan markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan loyihalarni O'zbekiston Respublikasining 2020-2022 yilgi investitsiya dasturini 2020-yilga uchun tasdiqlangan parametrlar doirasida hamda kelgusi yillar uchun asosiy ko'rsatkichlarni aniqlashtirib, yangilab borgan holda investitsiya dasturini shakllantirish jarayonida inobatga olinishini ta'minlashlari lozim bo'ladi.